өзүнүн возрастта келadi ya, кыйын болот. Течечип калат, отуруп калат. Анын булардын интереси жок. Ушунча келем, да. Канча ой келдиңиз? Берде бир жолу, өзүбүздө летний бар, открытие эки бир жолу. Бир жылда 2 жолу. Ойлогон эртесин куттарыңыз оор. Жок. Абсолютно жок. Үйдө тыңдап батырып куттам. Да. Yes. 2012 yıldan 2014 yılgacha men mana shu yerda Tirkaniya Sovet raisi bo'lib ishladim. O bu yerda büyük bir problemni o'ta yaxshi bilaman. Ming afsuski, lekin bu yerga bu Amir Timur shaharchasi anklav bo'lib qolib qoldi. Ko'p e'tibor berilmay qoldi shahar meriyasi tomonidan. O'sha kamchiliklarni deputat bo'lib borib shu kamchiliklarni chechmoqchiman. Maqsad berili shaharga, Amir Temur shaharchasiga xizmat qilish, mana shu yerda obod qilish. 21-asrda biz el uchun shamol, tam stolba, truba so'ramasdan 21-asrda biz poliklinikaga yaxshi оборудование, maktablarga elektronik doska, kompyuterlar so'rashganmiga biz oddiy shamol bilan stolbaga muhtoj bo'lib turibmiz hozircha. Hatto bu yerga ko'chgan yerlarda 40 yil bo'lgan bo'lsa, o'shuncha vaqtdan beri bu yer shahar rahbarlar ko'zidan kichkina nar bo'lib qolib, shu ahvolga kelib qoldik. Birinchi shaylaga atlanganimni birinchi sababi shu. O'zimiz shu turg'unlar, shu yerda yashagan odamlardan deputat chiqarib turib, bir shahardan, byudjetdan bu yoqqa aqcha tortib ko'raylikchi degan o'y bilan kelib ketamiz. Elga shuni tushuntirib o'tamiz. Burun naq boylar, aqchasi borlar shaylanib ketgan bo'lsa, hozir men o'ylaymanki, bugungi kunda oddiy vrach, injener, taksist, o'qituvchi davri keldi deputat bo'ladigan. Sababi aqcha degan narsa bu shaylovlarda endi rol o'ynaydi deb o'ylayman. Otam men o'ylaymanki, el chiniki patriot, el uchun xizmat qiladigan, mamlakat uchun xizmat qiladigan odamni o'zi tanlab oladi deb o'ylayman. O'zi Ulluttar partiyasiga men tortgan narsasi o'zi Ulluttar birimdigi nazvaniyasi o'zi meni tortdi. Особенно 10-yilda sabitadan keyin bizning partiyamiz o'sha birinchi diviziya o'sha 10-yildagi qonli voqea hech qachon qaytish kerak emas, el intimoqda yashash kerak. Bu bizning partiyamiz diviziya.